Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Samimiyatni ko'rib turibmiz. Nasib bo'lsa bugun maxsus tuzilgan testlar kitobini 12-variantini biz bilan birgalikda ishlaymiz. Juda ham yaxshi savollar berilgan. Diqqat bilan hamma kuzatadi meni. Maydalab tushuntirishga harakat qilaman. 12-variantni hamma ochadi. 12-variantimiz ketdik. İkinci variant. İkinci variantimiz. Endi e'tibor beradigan bo'lsak, o'quvchilar, 12-variantimizda nima deb deyilgan ekan? Birinchisida bizga aytgan ekan, 34 dan katta x kichkina 63. To'g'rimi? Demak, qaraymiz. 34 dan tengsizlikni yechimlar ichidan nechtasi juft son debdi. Ya'ni mana bunaqa savol berganda, shunaqa son topingki, mana bu yerga o'sha topilgan sonimiz 34 dan katta bo'lsin, 63 dan kichkina bo'lsin, yana bitta sharti juft son bo'lsin degan ekan. Savol tushunyapsizlar? Ya'ni bizga mana shunaqa savol bergan ekan, mana bu joyga son toping, o'sha sonimiz 34 dan katta bo'lsin, 63 dan kichkina bo'lsin va juft bo'lsin. Nechta shunaqa deyapti. Nima degan tushunasizlar? 36 qo'ysam, shundan bajaradimi shu shart 36? 36 faqat juftlarni yozib ketamiz. 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, nima keyin? 50, 52, 52 dan keyin 54, keyingisi necha? 56, keyingisi necha? 58, 58 dan keyin 60, 62. Bo'ldimi? Hech qanday son qolib ketmadimi? Sanab chiqamiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Javob bormi? Mana shunaqa qilib misolga yechib qo'yishimiz kerak. 12-variantimiz shunday. Demak, xo'sh, endi sonlarni o'sib borish tartibida joylashtirdik. Ikkinchi misolimizga aytgan ekan, qaranglar. Ikkinchi misolimizda -4, 10, -5, 3, -7, 9, -10. Demak, sonlarni o'sish tartibida joylashtiring degan ekan. E'tibor beradigan bo'lsak, bu misolni mirqobli tushuntirayotgan vaqtimda nimani tushuntirishim kerak? Xo'sh, o'quvchilar, mana bu yoqqa iloji boricha tushuntirishga harakat qilaman. Bilasizlar, 0 bilan tushuntiriladi. 0 dan katta 1 bor, 1 dan katta 2 bor, 2 dan katta 3 bor, keyin 4 bor, ketadi chekisga qarab. Orqada nima bor? -1 bor, -2 bor, -3 bor. Demak, biz aytgandikki, agar 7 kattami, 3 kattami deganimda, agar minuslari bo'lmaganda bu tomon katta bo'lar edi. To'g'rimi? Minus bo'lmaganda shu tomon katta bo'lar edi. Lekin minusi bo'lsa-chi, -7, -3 qaysi tomon katta bo'ladi? -3 katta bo'ladi. Kichkinasi katta bo'ladi. Endi qaranglar. O'sib borish tartibida deyapti-ku, to'g'rimi? Sonlar nima degan? Eng kichkinasi -10 da. Eng kichkinasi -10. Undan keyingisi -7, to'g'rimi? Qaranglar mana. Eng kichkinasi shu. Undan salgina kattasi bu. -7 dan kattasi bormi? -5, -5 dan kattasi. -4, -4 dan salgina kattasi. 3, 3 dan kattasi 9, eng kattasi 10. Sizlar mana shuni qidiringlar. Qaysi javobiga shu? Malades. Hamma tushundi, ha? Qaranglar mana, -10 dan -7 katta. Manfiy sonlarda qaysi birining minus qiymati kichkina bo'lsa, o'shanisi katta bo'ladi mana. Tushundingmi? Ketdik. Xo'sh. 8-chi buyurtmani 6 kunda bajaradi. Xuddi shu buyurtmani ish unumdorligi avvalgi bilan bir xil bo'lganda 12-chi necha kunda bajara olish mumkin? Zo'r savol, qaraymiz. 3-misolimizga qaraymiz. Buyurtmani 6 kunda bajaradi. Xuddi shu 8-chi buyurtmani 6 kunda bajaradi. Demak, proporsiyalar. 8 kishi
buyurtmani necha kunda bajaradi? 6 kunda. 12 kishi bo'lsa, buyurtmani necha kunda bajaradi? Buyurtmani x kunda. Demak, nima qilamiz biz? 12 ni 6 ga ko'paytiramiz. X ni ko'paytiramiz, tushunarlimi? Ko'paytirsak bu qopti-ku. To'g'rimi? Demak, shoshmanglar, sal xato bo'ldi. Sal xato bo'ldi hozir bu savolimiz. Javob bunaqa chiqmaydi. Sal xato bo'ldi. Mana bunaqa chiqib ko'ramiz. Hozir buni javobi chiqmay qoladi. Proporsiyadan emas. Bizda a teng v ko'paytirilgan t degan formulamiz bor edimi? Ha? A teng v ko'paytirilgan t bor edi. Demak, 8 ta kishi 6 kunda bajarsa o'sha ishni topib olamiz. Ishni bajarish uchun 8 kishi necha kun davomida ishlayapti? 6 kun davomida. 8 kira 6 necha? 48. Xuddi shu ishni nima deyapti? 48 chiqdi-ku. Yana aytyapti. A teng 48 bo'lsa, A teng 48 bo'lsa, xo'sh, o'sha v teng, ya'ni odam ko'paygandan keyin tezlik oshadimi? Tezroq kelib ish qilaylik deyapman. Tezlik oshadi. O'sha tezlik necha kishi bo'ldi endi? 8 kishi dedi. 12 kishi bo'lgan bo'lsa, t teng so'roq deyapti. Tushunarlimi? T ni topishim uchun men nima qilaman? T teng a bo'lingan v. O'zi aslida a teng v ko'paytirilgan t-ku. To'g'rimi? V bu yoqqa bo'lish bo'lsa, xuddi shu formula kelib chiqadi. T teng 48 ni bo'lamiz 12 ga. T teng necha? 4. Xo'sh. 4-chi tenglamamiz dahshatli tenglamamiz. 4-chi tenglamamiz. 5x plyusdan 6 ayrilgan qavsda 3x ayrilgan 4 teng x ayrilgan 3 ayrilgan qavsda 2x ayrilgan 4. Demak, shu tenglamani yechishimiz uchun avval nima qilishimiz kerak? Soddalashtirib olishimiz kerak. Avval soddalashtirib olsam, xo'sh, 5x qo'shilgan 6 ayrilgan qavs oldida minus 4 ichidagi ishora nima bo'ladi? O'zgaradi. 3x qo'shilgan 4 teng x ayrilgan 3 qavs oldida minus 4 ichidagi ishora o'zgaradi. 2x qo'shilgan 4. 5x dan 3x ayrilgan 2x qo'shilgan 6 ga 4 qo'shilgan plus 10. Xo'sh, qaranglar. 4 dan 3 ta ayiringlar. 1 x dan 2x ayirsa minus x qoladi. Qaranglar. X bu yoqqa o'tadi qo'shib bo'lib, 10 bu yoqqa ayirishib o'tadi. 2x qo'shilgan x teng 1 ayrilgan 10. Bu necha x bo'ladi? 3x teng. Bittagina bo'limiz bor, 10 ta qarzimizni uzyapmiz. Minus 9. O'rtada ko'paytirish bor, bo'lishib o'tadi. X teng minus 9 ni bo'lamiz 3 ga. X teng minus 3 javob. Osmon uchun keyingi misollarni ko'ramiz. Demak, 5-chi misolni ko'rar ekanmiz. 5-chi misolimizda to'g'ri to'rtburchak shakldagi bog'ning shuncha qismi olma, qolgan qismi esa nok ekildi. Olmalar 90 metr kvadrat yerga ekilgan bo'lsa, nok qancha joyga ekilgan? Avvalo qaraymiz. Biz sonliq qismini topishimiz uchun qismni ko'paytirar edik, to'g'rimi? Qismiga ko'ra son topishimiz uchun bo'lar edik-da. Endi bizga mana bunday qolamiz. Qaranglar, jami yerni deb olaman. Jami yer nima deyman? X metr kvadratda x metr kvadrat bilmaymiz, lekin men yozaman. Olma deyman. Olma qancha qism tashkil qilgan? O'sha ma'noni x qancha 2 taqsim 3 qismiga olma. 2 taqsim 3 qismi olmaga teng ekan. Nokchi nok nok qolgan qismiga ekildi. Keyinlar bunday qilamiz. Nok qolgan qismiga ekildi desak, avvalo keyinlar nokni qol yozmay turaman. Jami yer maydonini olma shuncha joyga ekildi deyaptimi? Va yer maydonini qanchasiga olma ekilgan degan. O'zi olmani ham joyini aytgan. 900 degan joyga yozilgan, to'g'rimi? Men bu yerga 900 qo'ysam, endi x topishim uchun mana buni nima qilib o'tadi? 2 taqsim 3 bo'lishib o'tadi. X teng 900 bo'lingan 2 taqsim 3. Sonni kasrga bo'lganimizda nima qilardik? Teskarisiga ko'paytirardik. X teng 900 ni ko'paytiramiz
3 taqsim 2'ga. Demak joyi nima bo'ldi? O'zgardi. 2'ga bo'laman bittadan 2'ga bo'laman 450. Ko'paytirsam x teng 1350 bo'ladimi? 1350 ekan. Jami yer maydonimiz 1350. Endi savolda olma 900 ga kelgan bo'lsa, nok qanchaga kelgan qayerdan topamiz? Nok topishim uchun 1350 dan ayiramiz 900 ni. 450 metr kvadrat joyga nok ekilgan ekan. Javob A. Keyin qaytadan tushuntiraman. Demak, shu masalani ishlash uchun biz qancha yer maydoni borligini bilmadik. Lekin bizga aytdi, Dilnura. Muxirdi. Olma dedi. Jami yer maydonining shuncha qismiga ekilgan dedi va olmaning maydoni 900 metr kvadrat teng ekan. Keyin nima qildim? 2 taqsim 3 ni nariqa bo'lish qilib o'tkazdim. Sonni kasrga bo'lganimizga teskari qilib ko'paytirar edik. Ko'paytirsam jami yer maydonini topib oldim. Jami yer maydonini 900 ga olma ekilgan bo'lsa, nok qolganiga ekilgan. Mana shuni topib oldik. Tushunarlimi? 6-savolimiz. Quyidagi so'roq belgisi o'rniga qaysi shakl keladi debdi. Bitta 4 ta. Endi nima qilib tashlagan? 6-misol tashlab ketamiz. Kelishdi. Matematik savol emas, tashlab ketamiz. 7-savol ko'ramiz. 7-savolda filning massasi shunchaki, filning massasi taxminan necha tonna? Zo'r savol. 5879 kilogramm. Endi qaraymiz, kilogramni tonnada yaxlitlang desa Abdulloh. Ya'ni kilogramni tonnada yaxlitlang desa, oxirida shunday qoladigan qilib yaxlitlashimiz kerak-da, to'g'rimi? O'zing bu yerda ko'rib, taxminan necha tonna bo'lib qolibdi? Taxminan 6 tonnada, to'g'rimi? Mening vesim bor-ku, 980 kilogramm. Mening ho'kizim bor. Shunaqangi bo'qyapmiz. Bir tonnachalar bo'lib qoldi. Kecha taroziga o'lchaganimizga 980 kilogramm buqa chiqdi, buqa, sigir, katta. Taxminan bugun 1 tonnalar bo'ldi deb yaxlitlayman, ha? Demak, qanday 1 tonnaga yaxlitlayotganimda oxirida 3 tonnadan qolish kerak. Demak, mana shuni yaxlitlab necha tonna der ekanmiz? 6 tonna deymiz-da, buni 5 tonna demaymiz-ku, taxminan 6 tonna. 6 tonna. Demak ekan, filning massasi bor ekan. Tushunarlimi? 6 tonnaga yaxlab qo'yishimiz kerak. Bu javob. Xo'sh, agar shu mingdan xonasi yaxlaganimizga ham to'q qaylar 5879 ni bunga bitta qaylar yaxlash belgisi 9 bunga ochko beradi, o'zi nima bo'ladi? 0. 8 bo'ldi. 8 bunga bitta ochko beradi, o'zi nima bo'ladi? 0. Qaylar bunga ochko beradi-ku, o'zi nima bo'ladi? 0 ga ayladi. Bu necha bo'ldi? 9. 9 bunga ochko beradi, o'zi 6000 kilogramm. 6000 kilogramm degani esa 6 tonnaga teng. Tushundingmi? Mana shunday qilib topib qo'yishimiz kerak. 8-savolimiz. 8-misolimizda 6 tonna 540 kilogramm necha tonnaga teng? Zo'r savol. 6 tonna 540 kilogramm. 6 tonna 540 kilogramm necha tonnaga teng desa, avval kilogrammga o'tkazib olamiz. Avval kilogrammga o'tkazib olsin. 6540 kilogramm bo'ladimi? Tushunarsangiz 6540 kilogrammga teng. 6540 ni tonnaga o'tkazish uchun mingga bo'lib qo'yish kerak. Mingga bo'lsam 3 deb yozishim kerak. 1, 2, 3. 6,54 tonna. Qaysi javob? B javob. Demak, qaytadan tushuntiraman. Bizga mana shunaqa savol berilsa-da, tonnaga o'tkazing desa, avval kilogrammga o'tkazib, kilogrammga o'tkazgandan keyin mingga bo'lib qo'ysak, javob chiqib kelar ekan. Tushunarlimi? Quyidagi shakl qaysi jismning yoyilmasiga teng debdi? Konusga teng. Bolalar, demak, konus e'tibor beradigan bo'lsak, 9-misol tushuntirib beraman. Mana bu bor, konus. U xonada qolib ketibdi-da. Mana qo'y. Shaklni bilasan-a? Mana pajarnida qizil satil bo'ladi. Ha, mana shu qaylar? Mana shunaqa pajarni satili. Demak, mana bu qismi qayerda bo'ladi? Rasmda pastki qismi. Mana buni hozir shunday ochamiz-ku. Ochganimizda xuddi tepadagidek yoyilma bo'ladi-da. Shuning uchun nima bo'ladi? Konus degan javob bo'ladi. Bu javob. 10-savolga. Barcha kvadratlar to'rtburchak. Barcha kvadratlar to'rtburchak. To'g'ri. A munoqoza to'g'ri. Kvadrat bo'lgan tasavvur qiling, mana 10-savolni qaranglar. Kvadrat. Kvadrat qanaqa shakl? To'rtburchak.
B mulohaza. Parallel to'g'riso'qlar kesishadi. Yo'q. B yolg'on. Demak A rost, B yolg'on. Nimaga yolg'on? Chunki parallel to'g'riso'qlar bilasizlar, tekislikda kesishmaydigan chiziqlar parallel to'g'riso'qlar deyiladi. Agar ular kesishsa, sig'maydi-da, yolg'onda shu. Yolg'on. Mana A rost, B yolg'on. Qaysi javob? C javob. Mana shunaqa qilib misollarni ishlab qo'yishimiz kerak. Doskani o'chirib, keyingi savollarda ko'ramiz. Yoki yakunladik aytguncha. Qolmadi? Malades. Demak, biz tezroqda keyingi variantni ham ishlab tashlaymiz birgalikda. Ko'rishguncha.